Bugun men sizlarga 1-iyuldan pensionerlar uchun kuchga kiradigan yangi talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari. Vasiylari bank kartasidan foydalanayotgan yaqinlari va hujjat ishlarida yordam beradigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta kichik xato, masalan, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa yoki yashash manzili eski qolgan bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi, tekshiruvga tushishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men hozir hammasini oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim maslahatlar aynan amaliy qismda bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asraydi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyani odatdagidek bank kartasiga yoki belgilangan tartibda naqd shaklda olib kelayotgan edi. Hujjatlar bir marta rasmiylashtirilgan, keyin ko'p yillar davomida pensioner deyarli hech nimani yangilamagan. Pasport almashtirilgan bo'lsa ham, ayrim odamlar pensiya jamg'armasiga alohida xabar bermagan. Bank kartasi muddati tugas, ba'zan farzandi borib yangilagan, ba'zan pensioner o'zi bankka borgan. Yashash manzili o'zgarsa ham ko'pchilik pensiyam kelib turibdi-ku deb o'ylagan. Endi esa talablar kuchaymoqda. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensioner haqidagi ma'lumotlar davlat elektron bazalarida to'g'ri va mos bo'lishi kerak. Ya'ni pasport yoki ID karta ma'lumoti, JSH raqami, yashash manzili, bank rekvizitlari, nogironlik muddati, ishonchnoma, vafot etganlik holati, doimiy yoki vaqtincha chet elga chiqish holati kabi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi talab qilinadi. Agar bazalarda farq chiqsa, tizim buni avtomatik ko'rishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, pensionerning eski pasporti bilan pensiya tayinlangan. Keyin u ID karta olgan, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot eski hujjatda qolgan. Bankda esa yangi ID karta bo'yicha karta ochilgan. Natijada bir bazada eski pasport, ikkinchi bazada yangi ID karta turibdi. Avvallari bunday holat ko'p hollarda sezilmasligi mumkin edi. Endi esa ma'lumotlarni solishtirish kuchaygani uchun pensionerdan hujjatlarni yangilash so'raladi. Bu pensiya bekor qilinadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Talablarni bajarmagan pensioner darhol pensiyasidan ayriladi degan vahima qilish noto'g'ri. Lekin to'lov kechikishi, aniqlashtirishga yuborilishi, bank kartasiga pul tushishi vaqtincha to'xtab turishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun oldindan tayyor bo'lish kerak. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerakligini batafsil aytaman. Birinchi navbatda oxirgi yillarda pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz yangi ID karta olgan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatlaringizda eski pasport raqami turgan bo'lsa, buni aniqlashtirish kerak. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, Davlat xizmatlari markaziga yoki myPOK.gov uz orqali elektron xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasi muddati tugagan yoki tugash arafasida bo'lgan pensionerlar. Masalan, kartada 0624 yoki 0724 deb yozilgan bo'lsa, karta muddati shu oy va yilgacha amal qiladi. Ko'p pensionerlar kartaning old tomonidagi sanaga e'tibor bermaydi. Pul tushmay qolsa, pensiya kechikdi deb o'ylaydi. Aslida muammo karta yopilganda yoki muddati tugaganda bo'lishi mumkin. Shuning uchun 1-iyuldan oldin kartani tekshiring. Agar muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Bankdan yangi karta olganingizdan keyin pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarmaganini ham aniqlang. Ba'zi banklarda karta yangilansa ham hisob raqam saqlanadi. Ba'zilarida yangi rekvizit berilishi mumkin. Uchinchi guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, onaxon yura olmaydi. O'g'li bankka borib yoki kartadan pul yechib beradi. Agar bu rasmiy ishonchnoma asosida qilinayotgan bo'lsa, ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ayrim odamlar bir marta notariusdan qilganmiz, bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin ishonchnoma muddati bor. Muddati tugagan bo'lsa, bank ham, pensiya jamg'armasi ham muammo chiqarishi mumkin. Yangi talablar shuni anglatadiki, pensioner nomidan harakat qilayotgan shaxsning vakolati aniq bo'lishi kerak. To'rtinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng muhim narsa nogironlik muddati. Agar nogironlik muddati vaqtli belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga
Muddat tugaganda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar odam vaqtida ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu jazolash emas, tizimdagi talab. Chunki nogironlik holati tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, unda bu xavotir kamroq, lekin baribir hujjatlarda ma'lumot to'g'ri turishi kerak. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensionerlar pensiya yoshiga yetganidan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu qonuniy holat, lekin ish joyi daromad. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji bilan bog'liq ma'lumotlar ayrim hollarda pensiya qayta hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner yana 2 yil ishladi, ish haqi rasmiy to'landi. Sog'liq va ijtimoiy to'lovlar ko'rsatildi. Bunday holatda kelajakda qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Ammo rasmiy ma'lumotlar bazada ko'rinmasa, odam o'z haqqini vaqtida talab qila olmaydi. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. U 2023 yilda ID karta olgan, lekin pensiya jamg'armasida eski pasport ma'lumoti qolgan. Iyul oyida pul odatdagidan kech tushdi. O'g'li bankka bordi. Bank biz tomonda karta ishlayapti dedi. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdi. Ma'lum bo'ldiki, hujjat ma'lumotlari moslashtirilishi kerak ekan. Agar ular buni oldindan tekshirganida kechikish bo'lmasdi. Ikkinchi misol, 7 yoshli onaxonning kartasi iyun oyida tugagan. Onaxon buni bilmagan. Iyul pensiyasi hisoblangan. Lekin karta faol bo'lmagan uchun puldan foydalanish qiyinlashgan. Farzandlari pensiya bermay qo'yishdi deb xavotir olgan. Aslida muammo pensiyada emas, bank kartasida bo'lgan. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensionerning kartasini oyma-oy tekshirish kerak, ayniqsa muddati yozilgan joyini. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaroning tibbiy ko'rik muddati 7 iyunda tugagan. U keyingi oy boraman deb o'ylagan. Lekin tizimda muddat tugagani ko'ringan va to'lov aniqlashtirishga tushgan. Keyin odam qayta hujjat yig'ishga majbur bo'lgan. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinika yoki tegishli tibbiy komissiya bilan bog'lanish. 4-misol, pensioner doimiy yashash manzilini Samarqanddan Toshkentga o'zgartirgan. Lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. Ba'zi xabarnomalar, chaqiruvlar yoki aniqlashtirish so'rovlari eski manzilga ketishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Keyin muammo chiqqanda menga hech kim aytmadi deydi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, buni rasmiy bazalarda yangilash juda muhim. Kimlar hozircha kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiya har oy muammosiz tushayotgan bo'lsa, nogironlik yoki ishonchnoma muddati bilan bog'liq holat bo'lmasa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshiruvdan o'tib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki eng og'ir muammo ko'pincha odam bilmagan joydan chiqadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala pensionerning o'zi tirikligini tasdiqlash bilan bog'liq holatlar. Odatda mamlakat ichida yashayotgan pensionerlar uchun bunday tasdiqlash avtomatik bazalar orqali aniqlanadi. Lekin pensioner uzoq vaqt chet elda bo'lsa, doimiy yashash uchun chiqib ketgan bo'lsa yoki hujjatlari konsullik orqali yuritilsa, qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mening pensiyam avtomatik kelaveradi deb beparvo bo'lish mumkin emas. Chet elda yashayotgan pensionerlar konsullik, pensiya jamg'armasi va bank bilan aloqani uzmasligi kerak. Ikkinchi nozik masala. Karta pensionerniki, lekin undan boshqa odam foydalanadi. Hayotda bu ko'p uchraydi. Onaxon kartani o'g'liga bergan, otaxon kartani nevarasiga bergan kimdir parolni biladi. Agar hammasi oilaviy ishonch asosida bo'lsa ham, huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Karta egasi pensioner. Agar karta yo'qolsa, pul yechilsa, nizoli vaziyat chiqsa, bank birinchi navbatda karta egasining roziligi va xavfsizlik qoidalariga qaraydi. Shuning uchun yura olmaydigan yoki o'zi bankka bora olmaydigan pensioner uchun ishonchnomani rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik masala familiya, ism yoki otasining ismi har xil yozilishi. Masalan, pasportda Abdullayev, bankda Abdullayev, eski hujjatda Abdullayevich boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Lotin va kiril yozuvlarida farqlar ko'p uchraydi. Avval odamlar bunga uncha e'tibor bermagan. Lekin elektron bazalar solishtirilganda bitta harf ham muammo keltirib chiqarishi mumkin.
Ayniqsa meros, ishonchnoma, nogironlik, bank hisob raqami, pensiya hujjatlari bir-biriga bog'langanda bu farq seziladi. 4-nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zan pensionerga ma'lum bir sabab bilan ortiqcha pul hisoblanib qolishi mumkin. Masalan, vafot etgan shaxsning kartasiga pul tushishda davom etgan yoki nogironlik muddati tugagandan keyin to'lov to'xtatilmagan yoki boshqa ma'lumot kechikib yangilangan. Keyinchalik davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun men oilalarga aytaman. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan keyingi tushgan pullarni ishlatishga shoshilmang. Avval pensiya jamg'armasiga xabar bering, bank bilan maslahat qiling, huquqiy tartibni bilib oling. 5-nozik masala. Pensiyani qayta hisoblash. Ko'pchilik pensionerlar mening pensiyam kam, lekin kimga borishni bilmayman deydi. Agar sizda qo'shimcha ish staji, ilgari hisobga olinmagan mehnat yillari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lmasligi mumkin. Siz murojaat qilishingiz, hujjat topshirishingiz, asos ko'rsatishingiz kerak. Yangi talablar davrida hujjatlarning aniq va toza bo'lishi yanada muhimlashadi. 6-nozik masala. Qarzdorlik va ijro hujjatlari. Agar pensionerda aliment, kredit, jarima yoki sud qarori bo'yicha undiruv bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Bu hamma pensionerlarga tegishli emas, lekin kimda ijro ishi bo'lsa, bank kartasiga pul tushganda yechib ketilishi mumkin. Odam esa pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Aslida sabab ijro hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatda majburiy ijro byurosi bank va pensiya jamg'armasidan ma'lumot olish kerak. 7-nozik masala SMS xabarlar va firibgarlar. Yangi talablar, hujjat yangilash. Karta tekshiruvi degan gaplar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib pensiyangiz to'xtaydi, karta raqamingizni ayting, SMS kodni yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, to'liq karta ma'lumotlarini begona odamga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va rasmiy raqamlarga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-nozik masala qishloq joylarda internet va elektron xizmatlardan foydalanish qiyinligi. Hamma pensioner ham mayda o'tkib uzga kira olmaydi. Elektron imzo ishlata olmaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Bu normal holat. Bunday paytda farzandlar yordam berishi kerak. Lekin yordam rasmiy va ehtiyotkor bo'lishi zarur. Farzand yoki nabira pensioner nomidan hujjat topshirayotgan bo'lsa, kerak bo'lsa ishonchnoma qilinadi. Chunki og'zaki men o'g'liman deyish har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Men sizga aniq nima qilish kerakligini ketma-ket aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddatini ko'ring. Hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana va JSSH raqami to'g'ri yozilganini tekshiring. Agar hujjatda xato bo'lsa yoki eski ma'lumot bilan yurayotgan bo'lsangiz, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati qachongacha ekanini ko'ring. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Bankdan so'rang, pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarmaydimi? Yangi karta avtomatik ulanadimi? Eski karta yopilganda pul qaytib ketmaydimi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Siz o'z pulingiz haqida so'rayapsiz. 3-qadam, pensiya jamg'armasida ma'lumotlarni aniqlashtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin. O'zingiz bilan ID karta, bank karta rekvizitlari, agar kerak bo'lsa mehnat daftarchasi, nogironlik hujjati, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni olib boring. Xodimdan mening ma'lumotlarim bazada to'g'rimi? Hujjatlarim yangilanganmi? Pensiya to'lovga to'sqinlik qiladigan holat yo'qmi? deb aniq so'rang. 4-qadam. Nogironlik muddati bor pensionerlar alohida tekshirsin. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, tibbiy xulosa qachongacha amal qilishini ko'ring. Muddat tugashini kutmang. Kamida bir oy oldin poliklinika, oilaviy shifokor yoki tegishli tibbiy komissiya bilan bog'laning. Kerakli tahlillar, tibbiy ko'riklar va yo'llanmalarni oldindan tayyorlang. Chunki ko'rikdan o'tish bir kunda bitmasligi mumkin. 5-qadam. Ishonchnomalarni tekshiring. Agar pensioner nomidan boshqa odam pul olsa, banka borsa, hujjat topshirsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Notariusdan olingan
ishonchnomada qaysi vakolatlar berilgani aniq yozilishi kerak. Faqat bankdan pul olishmi, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishmi, hujjat topshirishmi, hammasi ko'rsatilgani ma'qul. 6-qadam. Yashash manzilini yangilang. Agar siz boshqa tuman, boshqa viloyat yoki boshqa uyga ko'chgan bo'lsangiz, rasmiy ro'yxat ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Ayniqsa qishloqdan shaharga. Viloyatdan poytaxtga ko'chgan pensionerlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. Chunki xabarnoma va ma'lumotlar eski manzilga ketib qolishi mumkin. 7-qadam. Pensiya miqdorini tekshiring. Har oy qancha pul tushayotganini yozib boring. Agar bir oyda odatdagidan kam tushsa, darhol sababini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, nimaga ushlanganini bilib oling. Hech qachon mayli keyin bilarman deb yurmang. Chunki vaqt o'tgan sari masalani aniqlashtirish qiyinlashadi. 8-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman. Chunki ko'p pensionerlar hujjat ishlari, bank ilovasi, SMS, elektron xizmatlar bilan qiynaladi. Farzandlar oyga hech bo'lmasa bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi, pensiya tushdimi, hujjatlarda muammo yo'qmi? Shuni tekshirsin. Bu katta ish emas, lekin katta muammolarning oldini oladi. 9-qadam. Rasmiy manbalarga suyaning. Mahalladagi mish-mish, Telegramdagi noma'lum xabar, qo'shnining gapi bilan qaror qilmang. Pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy qo'l markazi, Maytog'ga.uz kabi manbalar orqali tekshiring. Agar xodimning javobi tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi va keyin sizda hujjatli asos bo'ladi. 10-qadam. Hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxalari. Nogironlik hujjati, ishonchnoma, arxiv ma'lumotlari, murojaat javoblari bitta joyda tursin. Uyda farzandlar ham bu papka qayerda ekanini bilsin. Favqulodda vaziyatda hujjat qidirib sarson bo'lmaysiz. Endi eng ko'p beriladigan savollarga men oldindan javob beraman. Agar karta muddati tugasa pensiya yo'qolib ketadimi? Yo'q, pensiya yo'qolmaydi, lekin puldan foydalanish qiyinlashadi yoki to'lov qayta yo'naltirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar pasport ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, pensiya to'xtaydimi? To'xtashi shart emas, lekin ma'lumotlar yangilanishi kerak. Agar pensioner kasal bo'lib bankka bora olmasa nima qilish kerak? Rasmiy ishonchnoma yoki bankning belgilangan tartibdagi xizmatlaridan foydalanish kerak. Agar pul kam tushsa, kimga borish kerak? Avval bankdan ko'chirma oling. Keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, ijro organlaridan ham ma'lumot oling. Men yana bir muhim jihatni tushuntiraman. Yangi talablar ko'pchilikka ortiqcha qog'ozbozlikda ko'rinishi mumkin. Lekin buning sababi ham bor. Davlat tizimlari pensiya pullari noto'g'ri odamga ketmasligi, vafot etgan shaxs nomidan pul olinmasligi, soxta hujjatlar ishlatilmasligi, ortiqcha to'lovlar paydo bo'lmasligi. Haqiqiy pensioner esa o'z pulini vaqtida olishi uchun ma'lumotlarni tozalashga harakat qiladi. Muammo shundaki, bu jarayonda oddiy, halol pensioner ham eski hujjat yoki kichik xato sabab qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun biz tayyor turishimiz kerak. Men ekspert sifatida pensionerlarga bitta asosiy maslahat beraman. Pensiya masalasida passiv bo'lmang. Davlat o'zi biladi, bank o'zi qiladi. Bolalar keyin ko'radi deb kutib o'tirmang. O'zingiz yoki yaqinlaringiz orqali tekshiring. Hujjatni bugun yangilash oson, lekin pensiya kechikkandan keyin yugurish qiyin. Ayniqsa iyul oyidan oldin buni qilish juda muhim. Demak, iyuldan pensionerlar uchun eng asosiy talab hujjatlar, bank kartasi, manzil, ishonchnoma, nogironlik muddati va boshqa rasmiy ma'lumotlar to'g'ri va yangilangan bo'lishi kerak. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin xatolar to'lov kechikishiga yoki qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bugunoq ID kartangizni, bank kartangizni, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni va kerakli hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Mana shu oddiy harakatlar iyul oyida katta muammolarning oldini oladi. Sizning hududingizda pensionerlar pensiya olishda qanday muammolarga duch kelmoqda? Karta, hujjat, qayta hisoblash yoki nogironlik muddati bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish kimningdir pensiyasini kechikishdan saqlab qolishi mumkin.